Hammaga assalom, sizlar bilan Easily Money YouTube kanali. Bugun sizlar bilan sayt orqali pul ishlash ko'rib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalga obuna bo'lib va ko'rayotgan videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasa, bu bosayotgan obunangiz va like'ingiz kanalda rivojlantirish uchun juda ham katta hissa qo'shadi. Bo'lmasa ham gapni ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Va mana bizni botimiz Eno Sweep deb nomlanar ekan. Xo'p, ichiga kirib olamiz. Bo'lmasam start nodni bosamiz. Va mana kirganingizda xuddi mana shunaqa qisqacha tanishtiruv bo'lib o'tadi. Xo'p, jurnalni bosib qo'yasiz. Bu bot orqali pul ham chiqarib ko'ramiz bugun. Shu sabab videoni oxirigacha ko'ring va bu bot manzili Telegram kanalida bo'ladi. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, bu yerda har xil VIP darajalar bor. Xuddi shu VIP darajalarni sotib olish orqali biz pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, oxirida bitta nima bor ekan. Ya'ni kanalga obuna bo'lish. Obuna bo'lib qo'yamiz, okey. Va qaytamiz. Va mana ko'ryapsizlar, bizga hech bola 57 sent bo'ldi. Berdi. Bu so'mda qancha bo'lishi yoki rubllar mashda chiqib keldi. Подтверждать bosamiz va bo'ldi. Endi biz hozir menda VIP 2 bor, ya'ni men kuniga $5 ishlab borishim mumkin bo'ladi. VIP darajani bunday bossangiz VIPni mana $1.68 ishlab borishingiz mumkin bo'lar ekan, hech nima qilmasdan faqat shuni запустить qilib qo'yasiz va bo'ldi. Sarmoyasiz ham bu yerda ishlayverasiz va VIP 2 ni sotib olish uchun $9 donat qilishingiz kerak va siz kuniga $5 dan ishlab borasiz, o'sha 2 kunda dohodga chiqishingiz mumkin bo'ladi va komandaga bosib o'zingizni do'stlaringiz taklif qilish orqali ham bu yerdan pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. 17, 2 va 1% referalniy sistemalari bor ekan. Endi xo'p, biz qanday qilib hisobimizni to'ldiramiz yerlarga menga bosamiz va bu yerdan xo'p, перезарядкani bosamiz. Va bu yerda mana TRK USDT, TRK BEP20 BNB, xo'p, hammasidan yaxshisi bu TRK, ya'ni Trondan biz o'zimizga kerakli bo'lgan summani donat qilsak, o'zi mana shu VIP darajalar avtomatik ochilib ketadi. Xuddi mana shunaqa keyin задача bo'limiga o'tib, siz mana shu masalan menda hozir bitta bor ekan, o'shani zavershit qilamiz va mana shunday narsa ochiladi. Ozgina kutamiz. Va mana ko'ryapsizlar, birpas bizni zadaniyamiz bajarildi. Endi esa miniga bosib hisobimizni ko'rayotgan bo'lsak, mana 5.57 sent bo'lib qoldi. Mana mana shuni hozir proyektga chiqarib ko'ramiz. Xo'p, счетni bossangiz o'zingizni nimangizni ma'lumotlaringizni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Qancha pul chiqarish uchun balansingiz bor, qancha biron nima sotib olish uchun. Hozir hech bola sotib ola olmayman, chunki menda 0, lekin pul chiqarib olishim mumkin bo'ladi. $5.57. Bu so'mda qancha bo'lishi mana shunday chiqib keldi. Xo'p, endi chiqamiz bu yerdan. Xo'p, activatni bosamiz pul chiqarish uchun va pul chiqarish uchun nima qilamiz ekan? TRK20 va BEP20 larga pul chiqaramiz ekan va ikkisiga ham minimalga 5 rubl ekan. Hop, bo'lmasa men BEP20 ga pul chiqaraman. Bo'lmasa BEP20 ni adresimni kopировать qilib chiqqanman hozir. Va mana men hozir adresimni kopировать qilib chiqdim. Endi esa bu yerga qo'yamiz. Parol yozyapti. Parolda hozir установка qilgan parolingizni yozasiz kreditjonda. Va bo'ldi, mana men parolimni uстановка qilib oldim. Endi esa bu yerga summani yozamiz. 5.57 meni balansimda bor ekan. Xo'p, endi $1 komissiyasi ham bor ekan. TRK20 ni ham ko'ramiz. Komissiya qancha ekan bu yerda? Va bu yerda ko'ryapsizlar, bu yerda ham xuddi shunaqa komissiya ekan. Xohlaganingizga chiqarib olasiz, $1 komissiya olar ekan. Shuni bilib qo'ydik. Yaxshi, 5.57 ni yozamiz bu yerga va bu yerga o'sha adres vividani yozib qo'yamiz. Stavit va bo'ldi. Endi esa подтверждать bosishimiz kerak bo'ladi va 4.56 sent bizni balansimizga tushib kelar ekan. Вид успех средства успех deyapti. Bo'lmasa ozgina kutamiz va pul kelib tushgandan keyin videoni davom ettiraman. To'xtanglar, yana bir ikkita joy bor ekan, shuni ko'rsatib o'tib ketaman. Podarka bo'linga bosib siz ruletka aylantirishingiz mumkin bo'lar ekan. Hozir menda ruletka vobshim yo'q. Xo'p, ruletkani qanday olamiz? Chaqirgan do'stlaringiz $77 donat qilsa, sizga bitta ruletka berar ekan. Xatga bosib siz o'sha xabarlarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi va veb darajalar ko'rsatib o'tdim va mana bu yerdan demo, ya'ni 3 ta rasm turibdi. Shuni ustiga bosib bu yerdan sayt haqida yana bir nechta ma'lumotlar olib borishingiz mumkin bo'ladi va mana bu yerda YouTube rolik ham bor ekan. Oxirida esa o'sha pользователь, ya'ni odamlarda pul chiqargan, kirgizganlarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa endi pul kelishini kutamiz. Ko'ramiz qanchada kelar ekan. Mana ko'ryapsizlar, $4.56 bizning balansimizga tushib keldi. Plus minus 2 daqiqa ichida bizning pullarimiz kelib tushdi. Bot shoshlik bemalol kirib, kim xohlasa ishlab borishi mumkin bo'ladi. Sizlar bilan mana YouTube kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.